o'z ritmini ushlab olgandek jamoamiz. Xavfli vaziyat. Yana bir vaziyat. Voy, shu zarba kirib ketdi-ya. Shukurov. Pas, rikoshet, darvoza bo'sh. Qanday qilib qaytardi hozir darvoza? Yana tepdi, yana qaytardi. Yana zarba. Himoyachi to'pni qaytardi. Penalti. Penalti amalga oshiriladi. Otabekning zarbasi qaytarildi. Yana bir zarba. Gol! O'yindan urib ketdi Otabek. Qaytib berilgan zarbani amalga oshirdi. Xavfli hujum. O'tkir qaytar. Abduxoliq to'pni egallab oldi. Oldinga qarab borib, bitta himoyachi uning qarshisida. Yaxshi uzatmay, yaxshi zarba, yaxshi gol. Zo'r kombinatsiya. Jama! 2-1. Bobur ajoyib pas va zarba ham to'xta. Har bir o'zbekistonlik birodarlarimizdan like va obuna.